Men bu kontent uchun ko'pchilik buni reklama deb hisoblashi ham mumkin, lekin men bu kontent uchun bir sim olmaganman hech kimdan, Alloh guvoh. Bir vaqtlar BYD Silion 7 mashinasini taqdimot qilgan paytda BYD avtozondagi do'stlarimizdan iltimos qilgan, agar shu mashina test drive'ga chiqsa, menga uzoq muddatga, ya'ni kamida bir haftaga test drive'ga beringlar deb iltimos qilgan edim. Mana shu kun yetib kelgan ekan. Bu mashinani men test drive'ga olganman, xabaringlar bor. 7 kunga. Bugun 4-kuni. Birinchi, ikkinchi kunlar kamroq video qo'ydim, chunki bu mashinani o'rganib olish, his qilish uchun kutdim. Mana bugun 4-kuni ko'proq ma'lumotga ega bo'lgandan keyin sizlarga ozgina bo'lishkim keldi. Haqiqatan bu qanaqa mashina? Sotib olsa bo'ladimi? Nima yaxshilik taraflari bor, nima kamchiliklari bor? Men aytdim, kamchiligini ham olib chiqaman deb, chunki ertaga shu videoni ko'rib, shu mashinani xarid qilgan odam aytadi: "Baraka topgur, men seni videoingni ko'rib, gaplaringga ishonib olgan edim, kamchiligini aytmabsan-ku" deb. Shu paytgacha men topgan kamchiliklardan ikkitasini sanab o'taman. Ya'ni katta panorama tom bor, lekin lyuk yo'q. Men uchun lyuk muhim bo'lgani uchun buni kamchilik deb hisobladim. Ikkinchi kamchiligi mana shu ochki ko'zoynak uchun slot yo'q. Chempionda bilasizlar, boshqa mashinada mana shunda slot bo'ladi, ochki qo'ygani, o'shani qo'yishmabdi. Endi balki dizaynerlarning qanaqadir bunga injenerlarning sababi bordir. Mashinani qisqacha obzorini hozir bitta o'tamiz. Bu mashina Song Plus, ya'ni Chempionni ozgina ustiga o'zgartirish qilib, dizaynerlar yangi model qilib chiqargan deb o'ylagan edim. Bir xil platformada adashgan ekanman. Chunki bu mashina umuman boshqa dunyo, umuman boshqa daraja, umuman boshqa mashina. To'g'ri, ozgina elementlari BYDning oldingi modellariga o'xshashi mumkin. Bu odatiy holat. Mercedesda ham, BMWda ham, boshqa modellarda ham bu narsa takrorlanadi. Lekin buni umuman boshqa platformadaligidan bitta yana sezgan joyim, ходовой часть, ya'ni amortizatsiya tizimi umuman boshqa. Chempiondan ancha yumshoq. Mana nechta odam o'tirgan bo'lsa ham, birinchi e'tibor bergani yumshoq ekan deyapti. Test drive'da bitta haydab ko'ringlar, meni gapimga amin bo'lasizlar. Xo'p, undan tashqari bu mashina juda ham tez. Michelin Pilot Sport shinasida. Nimaga? Chunki bu mashina men hozir olgan modelim 502 millionlik model, ya'ni ikkinchi opsiyasi. 0 dan 100 gacha 4,5 sekundda chiqadi. Undan tashqari bu mashina all wheel drive, ya'ni 4 ta g'ildiragi tortadi. Mazzami? Xo'p, tashqi ko'rinishidan bir aylanib chiqamiz. Orqa bagaj qismini shunday qilasiz, qo'lingizni yuk bilan kelganda bitta ochilib beradi. Yukingizni tashlaganingizdan keyin yana bitta qilasiz, yopilib beradi. Clearance solishtirishingiz uchun Song Plus Champion bilan deyarli bir xil. Oldi kapotda motor bo'lmasa, u yerda nima bor deyishingiz mumkin. Trenirovkaga borgan paytingizda kichkina sumочkangizni qo'yib qo'yishga yana bitta qo'shimcha bagajlik bor. Endi mashinaning ichki qismiga o'tamiz. Bagajdan boshlaymiz. Bagaj, ya'ni yukxona qismi deyarli katta. Pastida nishasi bor, yana qo'shimcha yuklar uchun. O'ng tarafda sizni katta subwoofer kutib oladi. Ikkita speaker ham bor. Ikki tarafida orqadagi o'rindiqda o'tirganlar uchun звучание, muzika zo'r chiqish uchun. Endi men ko'p muzika eshitmayman-ku. Muzika shaydolari uchun qo'shimcha ma'lumot. Beskruchovoy do'st, faqat oldi ikkita eshikda bor, orqa eshikda yo'q. Endi bu qanchalik muhim bilmadim. Orqa o'rindiqlarga o'tadigan bo'lsak, obshivkaga taqalamiz. Aytmoqchi, men bu oyna zavodskoy qoraytirilgan. Hammasi yumshoq ko'jadan ishlangan. Faqat mana shu qismigina plastmassa. Orqa o'rindiqda o'tirganlar, men o'tirmadim, lekin hammasi bir ovoz bilan aytyapti, juda ham qulay. Chunki e'tibor bering, o'rindiqning anatomiyasi boshqacha ishlangan. Shunda odamni quchoqlab olar ekan. Aytmoqchi, aynan mana shu pozitsiyasida nappa koja ishlatilgan. Bundan yana bitta pozitsiyasi kami bor. Adashmasam 450 millionda, ya'ni 50 million arzonrog'i. Unda 4 ta g'ildirak tortmaydi, head-up displeylar yo'q va kojasi oddiy искусственный koja ishlatilgan, nappa emas. Yana bitta narsa, ko'pchilik hozir mashinalarda yo'q-ku, o'rindiq orqalari ham butunligicha o'sha nappa koja bilan ishlatilgan. Endi oldiga o'tamiz. Oldida ham xuddi shunaqa standart, yumshoq koja, faqat pastki qismi plastmassa. Oldi o'rindiq, shofyor taraf, haydovchi taraf 16 ta yo'nalishda sozlanadi. Yo'lovchi taraf bo'lsa 12 ta yo'nalishda. Hammada ham emas. Endi mashinaning ichkari qismiga ham o'tib oldik. Xo'p.
O'rtadagi bar konsoli juda ham chuqur bar, podstakannik. Bu joyi Champion Song Plus bilan deyarli bir xil. Mana bu joyi беспроводный zaryadka bitta bor, 50 vatli, ya'ni abdufi ham bor, sovutib beradi. Ko'zoynakka joy bo'lmaganlar shu saqlayapmiz. Monitor sifati Song Plusdan ozginaga farq qilar ekan. Men buni sezdim. Video ko'rganimda sezildi. Rul chambaragi o'sha BYDga xos standarti. Bu joy ham BYD Song Plus bilan bir xil. Qo'shimchasiga mana bu yerda sensor ustalosti, ya'ni siz diqqatingizni yo'lga qaratmaganingizda, ya'ni ko'zingiz ketib qoldi yoki uzoq muddat nimagadir chalg'igan bo'lsangiz, sizga bu ogohlantiradi. Sen yo'ldan chalg'iyapsan, xohlasang dam olgin, bo'lmasam yo'lga qarab ketgin deb. Juda ham katta head-up bor. Hozir shaharda harakatlanayotganimda ko'rsatishga harakat qilaman. Funksiyasi ancha ko'p. Sil 6 dan aqlli ekan head-up display, shuni e'tibor berdim. Undan tashqari, boya aytganimdek, katta panorama bor. Lyuk yo'q, lekin parda bor. Yozda qiynalmaysizlar. Undan tashqari bu yerda haydovchi uchun va yo'lovchi uchun ham qulayliklar bor. Bu mana shu 4 kun ichida men o'zim his qilgan narsalarni sizlarga bo'lishdim. Buni to'liq texnik xarakteristikalari bilan obzorni YouTube'da olishni niyat qilib qo'ydim. Chunki ko'pchilik bu mashinaga qiziqish bildiryapti. O'sha YouTube platformadagi olgan to'liq videomizni ko'rib, bu mashinani haqiqatan xarid qilish mumkinmi yo'qmi, o'zingiz hal qilasiz. Undan tashqari, agar bu mashinani test drive qilmoqchi bo'lsangiz, BYD Avtozonni xohlagan filialiga kelib, bitta prava, ya'ni haydovchilik guvohnomangiz bilan test drive oformit qilsangiz bo'ladi va haydab ko'rsangiz bo'ladi. Haqiqatan bu mashina narxiga to'laqonli javob beradimi yo'qmi?